Sizda bepushtlik holati kuzatildi va bepushtlikda sizning vrachingiz kim bo'lishi kerak? Reproduktologmi yoki endokrinologmi? Demak, bu birinchi o'rinda bepushtlikning sababiga bog'liq bo'ladi. Reproduktolog vrach albatta birinchi o'rinda bepushtlikning sababini aniqlab oladi va shundan so'ng davo choralari boshlanadi. Agar bepushtligingizning sababi sizdagi turli xil gormonal o'zgarishlarga yoki tanadagi ortiqcha vaznga, ya'ni semizlik holatiga yoki insulin rezistentlik holatiga, buyrak usti bezi faoliyatiga, qalqonsimon bez faoliyatidagi o'zgarishlarga bog'liq bo'ladigan bo'lsa, albatta bu holatda endokrinolog shifokor bilan birgalikda ish olib boriladi. Agar bepushtlikning sababi bachadondagi turli xil anomaliyalarga bog'liq bo'lsa yoki endometriydagi turli xil poliplarga, turli xil miomalarga bog'liq holatda bo'ladigan bo'lsa, bu holatda albatta ginekolog, xirurg, vrach bilan birgalikda faoliyat olib boriladi. Agar bepushtlik davosi uchun sizga eko amaliyoti kerak bo'ladigan bo'lsa, bunda albatta ko'pgina tor mutaxassislar ko'rigidan o'tishingiz shart bo'ladi. Ya'ni kardiolog ko'rigi, terapevt ko'rigi, turmush o'rtog'ingiz uchun urolog, androlog ko'rigi, bundan tashqari fiziatr ko'rigi, ya'ni butun organizmni sog'lomligini aniqlashtirish uchun barcha mutaxassislardan, mammolog, agar kerak holatlarda bo'lsa, hattoki onkolog ko'rigidan ham o'tishingiz shart bo'ladi. Bepushtlik davosi bu bittagina sizga yoki turmush o'rtog'ingizga bog'liq muammo bo'lmaganidek, bepushtlikka faqatgina bitta shifokor bilangina yechim topib bo'lmasligi ham mumkin. Ayrim holatlarda biz juftligimizda, demak, bepushtlikka davolashni boshlaganimizda hatto stomatolog ko'rigiga, lor ko'rigiga ham yuboramiz. Bunda ko'pchilik juftliklarimiz biz bepushtlik bilan murojaat qildik, bizga stomatolog nimaga kerak, lor nimaga kerak kabi qarshiliklar ko'rsatish holatlari bor. Demak, organizm bu bir butun, ya'ni sizdagi o'sha tuxum hujayra ham, urug' hujayra ham bu organizmni bir bo'lagi hisoblanadi. Agar lor a'zolarida yoki o'sha tishlarda turli xil karies holatlari yoki lor a'zolarida sinusitlar, frontit, gaymaritlar, qanaqadir surunkali yallig'lanish o'choqlari bo'lgan holatda ham bu sizda bepushtlikka sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari eko protokoliga olingan holda ham agar organizmda turli xil surunkali infeksiya o'choqlari bo'lganda bizda yaxshi sifatli a'lo tuxum hujayralar yoki a'lo sifatli embrionlar hosil bo'lmaslik ehtimoli juda ham katta. Shuning uchun bepushtlikka davo qidirganda, bepushtlikni davolaganda albatta barcha kerakli mutaxassislar ko'rigidan o'tishingiz shart. Shunga qaramasdan sizni bepushtlik muammosidan olib chiqishga yordam bera oladigan shifokor bu albatta reproduktolog shifokor hisoblanadi.